Kuz va bahor fasllarida immunitetni bittada ko'taradigan, yosh bolalarga ham, kattalarga ham birdek yoqadigan til sho'rva tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun tilimizni bir marta qaynatib, suvni to'kib yuboramiz va toza suvga qaynab chiqqandan keyin ko'piklarni terib, sabzavotlarimizni solib yuboramiz. Piyoz, bulg'or qalampiri, sabzi, sholg'om, kartoshka, sarimsoq, piyoz, tuz va murchlarni ham solib, miltillatib qaynatamiz. Agar kartoshka va sabzilari pishgan holatini ko'rsangiz, terib olganingiz ma'qul, bo'lmasa ezilib ketishi mumkin. Va tilning o'zini 3 soatdan kam bo'lmagan vaqtda miltillatib, pastgina olovda qaynatib olinadi. Tilni olgandan so'ng uni sovutib yoki muzdek suvga solib olib, ustidagi plyonkasi olib tashlanadi. Uni yaxna taom sifatida maydalab, tuz sepib iste'mol qilsa ham bo'ladi, yokida sho'rva sifatida sho'rvasi bilan birgalikda tortilsa ham bo'ladi.